Yaqin-yaqingacha jamoat transporti ochiqchasiga qoniqarli emas edi. Jazirama yozda issiq hamda noqulay avtobuslardan shahrimiz ko'chalarida talaygina edi. Hozirda shahrimiz ko'chalari bo'ylab zamonaviy va yo'lovchilar uchun qulayliklarga ega jamoat transportlari ko'pgina yo'nalishlarda harakatlanishni boshlagan. Ushbu yangilanish tendensiyalarining uzviy davomi sifatida endilikda ba'zi shahar ichi avtobus yo'nalishlarida 1-iyul sanasidan boshlab to'laqonli elektron to'lov tizimiga o'tiladi. Xorazm viloyati hokimining tegishli qaroriga asosan joriy yilning 1-iyul sanasidan boshlab jamoat transportlarida, ya'ni shahar jamoat transportlarida naqd puldan voz kechish amaliyoti tatbiq etiladi. Jamoat transportidan foydalanuvchi aholimiz, yo'lovchilar bank kartalari yoki ATTO transport kartalaridan foydalanishlari mumkin. Undan tashqari shahrimiz bo'ylab joylashtirilgan 250 dan ortiq infokioskalardan maxsus bir martalik QR kod chiptalaridan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari Urganch-Xiva-Urganch yo'nalishi bo'yicha trolleybus yo'nalishimiz ham brutto tizimida faoliyat yuritadi. Bu tizimga ham ushbu qaror tatbiq etiladi. Mazkur yangi tartibni joriy etishdan asosiy maqsad jamoat transportida ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifatini oshirish, jamoat transportida to'lovlarning shaffofligini ta'minlash, sohadagi yashirin iqtisodiyotni bartaraf etishga qaratilgan. Shu bilan birga yo'lovchilarga jamoat transportidan foydalanish madaniyatini oshirish hamda yo'l kira haqqini to'lashda yuzaga kelayotgan ba'zi tushunmovchiliklarni oldini olish maqsad qilingan. Bugungi kunda korxonamizda 80 ta zamonaviy avtobus bilan xizmat ko'rsatamiz. Kundalik yo'nalishga chiqadigan avtobuslarimiz 69 tasi xalqqa xizmat qiladi. Ularda hozirgi kunda naqd puldan voz kechib elektron to'lov tizimiga o'tmoqdamiz. Unda qulayliklari, ya'ni bank kartasi, ATTO kartasi va info kioskalardan olingan QR kod orqali to'lov qilish mumkin. Eng afzali shu ATTO kartadan foydalangani. Undan foydalanganda birinchi marta minganingizda 2300 so'm, ikkinchi marta minganingizda 1 soat ichida bepul. Yana imtiyozli tariflari bor. Talabalar, o'quvchilar va nafaqaxo'rlar uchun 50% skidka qilingan tariflari mavjud. Kundalik 3,5 ming so'm tashkil qiladi. Xohlagancha foydalansa bo'ladi. Endilikda avtobuslarda yo'l kira haqqini to'lashda nafaqat bank kartalar orqali, balki maxsus transport kartalaridan imtiyozli ravishda foydalanish mumkin. Ushbu kartalarni shahrimizning qator pochta bo'limlarida xarid qilish mumkin bo'ladi. Bunda imtiyozli toifadagi fuqarolar uchun jamoat transportidan foydalanishda qator afzalliklar mavjud bo'lib, nafaqa va pensiya oluvchilar uchun, talaba va maktab o'quvchilari uchun joriy qilingan. Pochta aloqa bo'limlarida Markaziy pochta, Sharq bozor orqa tarafida 6-aloqa bo'lim pochta, Dorital supermarketi yonida Akademik litsey ro'parasida 10-aloqa bo'limimiz pochtasi bor. Urganch tumani Davlat xizmatlari agentligi ichida pochtamiz mavjud. Shu pochtalardan transport kartalarini xarid qilib olishingiz mumkin. Bunda 4 ta ATTO kartalari mavjud. Ijtimoiy nafaqa kartalari oddiy shaxs odamlarga mo'ljallangan, talabalarga, maktab o'quvchilariga beriladi. Buni olishda ijtimoiy nafaqalarni nafaqa guvohnomasi kerak bo'ladi. Talabalarni talabalik guvohnomasi kerak bo'ladi. O'quvchilarning o'zini shaxsini tasdiqlovchi guvohnomasi kerak bo'ladi. Oddiy shaxslarniki o'zini shaxsini tasdiqlovchi pasporti kerak bo'ladi. Shularni bizga taqdim etishsa, darhol egasiga beriladi kartamiz. Jamoat transport xizmatlarining jozibadorligi uning xalqqa yaqinligida. U faqat yo'lga chiqish vositasi emas, balki shaharning yuzi, odamlarning kundalik hayotidagi beminnat yordamchisidir.